Assalomu alaykum YouTube kanali a'zolari. Ispaniya bo'lgan binolarimiz bilan tanishtirib qo'ymoqchimiz. Yig'ishtirilgan holati razmeri 1.75 ga 1.10 joyda egallayapti. Ispaniya holati mana ichi 1.40 bo'lsa, uzunligi 2 metr bo'ladi. Sondiq bor, mana sondig'i bormi deganlarga burchib yostig'i bo'ladi. Mana xudo xolasa ishlarimizni 2.400.000 so'mdan beryapmiz. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavka qilib beramiz. Dastavkasi alohida pullik. Rangi o'zgarsa ham narxi o'zgarmaydi. Rangini xohlagan ranglarda tayyorlab berilaveradi. Alloh nasib qilsa, mana hozir Isuzu'miz ham kelgan. Xudo xolasa Isuzu'ga yuklab chiqarib yuboriladi inshaalloh. Kelishilgan holatda. Yog'ochlari sasnadan, materiallar mo'yshiy materialda, machalkali bo'ladi. Yonlari displey MDFda yig'iladi. Mana bosh tomonlarini ko'ryapsizlar alohida. Hammasini sondiqlari bor, bir juftdan yostiqlari bor. Sizlarni talabinglarga qarab, uylarni rangiga qarab, aboy ranglariga, ko'pchilik gilamiga moslayapti. Xullas, rangini tanlasa qilib berilaveradi. Xudo xolasa chiroyli qilib kelishtirib yetkazib beramiz. Telefon qilaverasizlar.